Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar. Kogon tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tomonidan 2025-yilda qilingan ishlar va 2026-yilda qilinishi lozim bo'lgan ishlar haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Ayni paytda tumanda 113 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lib, ularning 18 tasi davlat, 10 tasi davlat xususiychilik, 2 tasi xususiy va 83 tasi oilaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti sifatida faoliyat olib bormoqda. Mazkur muassasalarga 5865 nafar 3-7 yoshli bolalar qamrab olingan. Birgina mazkur o'quv yilida tumanda bitta davlat xususiychilik, 3 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkil etilgan bo'lsa, 19 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarining bo'sh binolariga 31 ta bepul majburiy 1 yillik tayyorlov guruhlari tashkil etilib, 709 nafar bola jalb etildi. Tumandagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan 466 nafar pedagoglarning 210 nafari oliy, 256 nafari o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglar bo'lib, oliy ma'lumotli pedagoglar salmog'i 40% dan 45% ga o'sishga erishildi. 2024-2025 o'quv yili barcha sohalar qatori Kogon tuman maktabgacha va maktab ta'limi tizimi uchun ham nihoyatda samarali kechdi. Birgina umumta'lim maktablari kesimida tahsil qiladigan bo'lsak, mazkur o'quv yilida sifatli ta'lim tarbiya berish uchun qulay va zamonaviy shart-sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Bugungi kunda tumandagi 25 ta davlat umumta'lim va bitta ixtisoslashgan maktab mavjud bo'lib, ularda 1202 nafar pedagog xodimlar, 12272 nafar o'quvchiga ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi 1202 nafar pedagoglarning 416 nafari oliy, 464 nafari birinchi, 81 nafari ikkinchi va 241 nafari mutaxassis malaka toifali pedagoglar hisoblanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining moddiy texnika bazasini mustahkamlash, ularning infratuzilmasini yaxshilash, o'quvchi va o'qituvchilar uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida joriy yilda OPEC dasturi asosida 1-9, 12, 17 maktab, 9 maktab, 20 maktab hamda 1 va 2 maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'mirlash ishlari va qo'shimcha bino qurish ishlari olib borilmoqda. 2025-yilda tumanimizdagi Yangi Hayot, Navro'z, Choloq mahalla fuqarolar hududlarida yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etilib, bugungi kunda u yerda 350 nafarga yaqin bolalar qamrab olingan. 2025-yilda tuman maktabgacha va maktab ta'lim tizimidagi ta'lim muassasalari uchun umumiy hisobda 15 milliard 677 million so'm mablag' sarflandi. Mablag'lar tarbiyalanuvchi va o'quvchi o'rnini oshirishga, mavjud binolarni zamonaviy ta'mirlash ishlariga hamda moddiy texnik bazani mustahkamlash ishlariga sarflangan. Ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida 3 milliard 130 million so'm byudjet mablag'lari yo'naltirildi. Jumladan 15 ta davlat maktabgacha ta'lim muassasasi va 12 ta maktabning infratuzilmasi yaxshilandi. Bundan tashqari, tashabbusli byudjet loyihasida 6 ta umumta'lim maktablarga yangidan zamonaviy hojatxonalar qurib bitkazildi. Xuddi shuningdek, 15-maktabda tashabbusli byudjet orqali yangidan hojatxona va bitta oshxona qurib foydalanishga topshirildi. Tumandagi 18-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham tashabbusli byudjet loyihasi doirasida 1 milliard 300 million so'm evaziga katta sun'iy qoplamali futbol maydonchasi qurib foydalanishga topshirildi. Shuningdek, ta'lim tarbiya ishlarimizni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida tumandagi 3-umumta'lim maktabda namunaviy tayanch mahorat xonasi tashkil etildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirlik tavsiyalari asosida bu xonalarni jihozlash uchun mahalliy byudjet mablag'lari ajratildi. Ta'lim sifatini oshirish, pedagog kadrlarning sifat tarkibi, muallimning kasbiy mahoratiga bog'liq. So'nggi yillarda o'qituvchilarning bilimi va kasbiy mahoratini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shunday chora-tadbirlar tufayli so'nggi 1 yilda malaka toifasiga ega o'qituvchilarning ulushi 70% dan 75% ga o'sishga erishildi. Pedagog kadrlar maqomini oshirish, ularning bilimi va malakasini xalqaro standartga muvofiqlashtirish maqsadida tumandagi 21-umumta'lim maktabi va 18-umumta'lim maktablarining o'qituvchilari chet elga xizmat safari bilan malaka oshirish kurslariga yuborilib, hozirgi kunda ularning o'rganib kelgan tajribasi tuman maktablarida amaliyotda qo'llanilmoqda. Pedagog mahorat markazi bilan hamkorlikda pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish, yangi metodikalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish bo'yicha uslubiy yordam ko'rsatish borasida
4 ta seminar, 2 ta onlayn va 2 ta offlayn tashkil etildi. Bugungi kunda maktablarda faoliyat olib borayotgan 140 nafar xorijiy til o'qituvchilarining 80% til bilish darajasidagi milliy va xalqaro sertifikatlarga ega. Maktablarda faoliyat yuritayotgan rus tili, ona tili, matematika, informatika, fizika, kimyo, biologiya, geografiya fani o'qituvchilarining 446 nafari fanni bilish bo'yicha milliy va xalqaro sertifikatlarga ega. Maktablarning 450 nafar o'quvchilari fanni va chet tillarni bilish darajasidagi milliy va xalqaro sertifikatlarga ega. Bundan tashqari, xorijiy tillarni o'qitilishda yaratilgan imkoniyatlarning yana biri eng faol maktab jamoalari Prezident sovg'asi sifatida pul mukofotlari bilan taqdirlanib kelmoqda. Jumladan, xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining tuman bosqichida 1-2-18 maktab jamoalari tuman hokimi tomonidan 225 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlandi. 2024-2025 yilida iqtidorli o'quvchilarning respublika va xalqaro fan olimpiadalaridagi natijalari ham salmoqli bo'ldi. Jumladan, 2025 yilning 25-29 iyul kunlari Tailandning Bangkok shahri Xalqaro matematika olimpiadasi final bosqichi bo'lib o'tdi. 23 ta davlatdan 1700 dan ortiq yoshlar ishtirok etgan nufuzli fan olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasi 11 kishilik tarkib bilan ishtirok etdi. Quvonarlisi, terma jamoa tarkibida Kogon tuman 10-maktabining 9-sinf o'quvchisi Fayzibek ham muvaffaqiyatli qatnashib, oltin medalni qo'lga kiritdi. Shuningdek, ushbu o'quv yilida asosiy fan olimpiadasi tumanimizdan jami 4 nafar o'quvchi respublika bosqichiga ishtirok etish yo'llanmasini qo'lga kiritdi. 2024-2025 o'quv yilida umumta'lim maktablarining 11-sinfini 786 nafar yigit-qizlar bitirdi. Bitiruvchilarning 20 nafari, jumladan 10 nafari oltin, 10 nafari esa kumush medallar bilan maktabni tamomladi. Bitiruvchilarning 694 nafari davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun test sinovlariga ishtirok etib, 322 nafari talabalik baxtiga muyassar bo'ldi. Bugungi kunda o'z kasbini salohiyatini oshirib borgan har qanday soha xodimi davlatimiz tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanib kelmoqda. Jumladan, o'qituvchilar uchun belgilangan vazir jamg'armasidan joriy yilda 6 nafar pedagoglarimiz ustama olish huquqini qo'lga kiritdi. Prezident ta'lim muassasalari ilg'or tajribalarni umumta'lim maktabiga joriy qilish maqsadida tumandagi barcha maktabda yangi baholash tizimi, 4 ta maktab o'quvchilarining qiziqishlari asosida tanlov sinflari hamda 2 ta maktabda variativ fanlar o'qitish bo'yicha tajriba sinov jarayonlari tashkil etilgan. Maktab o'quvchilariga zamonaviy kasblarni o'rgatish bo'yicha 10-11 sinf o'quvchilaridan bitta kasb o'rgatish maqsadida namuna sifatida 11-17 maktablar tanlab olib, unda tumanning ixtisoslashuvidan kelib chiqib o'qitiladigan kasblar belgilandi. Ushbu maktablarda 72 nafar 10-11 sinf o'quvchilari tikuvchilik, yosh dasturchi, fotomuharrir, kompyuter operatori kasblari o'rgatilmoqda. Tumandagi 21-maktabda Jasorat maktab faoliyati yo'lga qo'yildi. Buxoro davlat texnika universiteti va pedagogika instituti bilan hamkorlikda 12-maktab muhandislik, robototexnika va 25-maktabga dasturlash sinflari tashkil etildi. Shulardan kelib chiqib, 2026-yilda ham bir qator o'zimizga vazifalarni belgilab olganmiz. Jumladan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar qamrovini 90% ga yetkazish, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari, umumta'lim maktab direktorlari va ularning o'rinbosarlari uchun maqsadli o'quvlarni tashkil etish, tanlov sinflar va variativ o'quv rejalari bilan ishlaydigan maktablardagi jarayonlarni samarali tashkil etish, o'quvchilarning oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichini 85% ga yetkazish, o'quvchilarni maktab partasidan ham bitta kasb va bitta tilni bilib chiqishi uchun keng ko'lamli ishlarni amalga oshirish uchun reja qilib olganmiz.